Amerikadan kelayotgan badlarni yeyishi, iste'mol qilishi butunlay to'xtatinglar. Men sizlarga mana shu yerda Amerikada ishlab turgan doktor sifatida aytyapman. Bir yilda Amerikani o'zida mana shu badlardan zaharlanib 23 mingdan oshiq odamlar hospitalga tushadi, ya'ni kasallanadi, zaharlanadi. Mana shu 23 mingtadan qanchadir miqdori vafot etadi. Lekin vafot etganlarni raqamlari sir tutiladi. Hech kim bu narsalarni fosh qila olmaydi. 23 mingta odam qanchalik darajada katta miqdordagi odam ekanligini tasavvur qilishingiz uchun bu degani bu katta 5 ta yoki 6 ta stadion degani. Endi esa nima uchun vafot etgan odamlarning raqamlari sir tutiladi deydigan bo'lsangiz, juda ham oddiy. Chunki mana shu badlarning orqasida turgan kompaniyalar soatiga 8 million dollar pul qiladi. Yiliga 100 milliard dollardan oshiq pul qiladi. Sotsial so'rovnoma o'tkazamiz. Bir yilda mana shu badlar uchun qancha miqdorda pul sarflashingizni va mana shu badlarni sizga foydasi bo'lganmi, bo'lmaganmi yozib qoldiring. Boshqa odamlar sizni kommentariyaringizni o'qib ko'rishsin, bilishsin, qanchalik darajada bu badlar kerakmi yoki kerak emasmi.